Assalomu alaykum azizlar. Bugun tojikcha natsionalniy qurtobi tayyorlamoqchiman. Albatta, nonim menda piyozli, ko'k piyozli non, muzlatilgan holati bu. Ko'rib turganinglardek, men ko'pincha vaqtimni tejab non, somsa, monti shularni tayyorlab morozilikada saqlayman. Qachon menga kerak bo'lgan mahalda osongina mana shunaqangi olib bemalol ishimni davom bir pasda ketaman. Qani ketdik, bo'lmasam birgalikda tayyorlaymiz. Azizlar, qurtobiga ketadigan masalliqlarimiz. Menda qurtobim ozroqligi uchun men suzma, ya'ni chakka deysizlarmi, chakka ham ozgina qo'shib yuboryapman, aralashtirib birga. Go'sht, pomidor, piyoz, ukrop, ko'rib turganinglardek. Azizlar, mana go'shtimizni yaxshilab qovurib oldim. Endi bunga где-то 100 ml suv quyib, ozgina dimlab qo'yib qo'yamiz. Go'shtimiz shunaqangi yumshoq tushunchani singari chiroyli pishadi. Skоворodkamga ahamiyat bermaysizlar degan umiddaman. Bu o'zi ichi shunaqa bo'lib ketgan, chunki u buvamdan qolib ketgan skоворodkalar. Tagini olmaydi, yaxshi nima qilib beradi, tagi cho'g'inli, shuning uchun bundan boshqasini ishlatgim kelmaydi. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Endi uzog'i bir 5 minutga, 10 minutga dimlab qo'yamiz. Azizlar, mana piyozli qahlamali nonlarimiz ham tayyor, уже pishib chiqdi. Endi qurtobani to'yni yasatishni boshlaymiz. Azizlar, mana narsalarimizni ham to'g'rab oldik. Hozir bularni hammasini aralashtirib bezashni boshlaymiz. Mana azizlar, nonlarimizni ham qo'yib qo'ydik. Bunga asobiy sousimizni qo'yamiz. Chakkili. Azizlar, endi buni orqasidan без перчатки. Şimdi peşimizi yarıp çıkarmamız. Mana azizlar, qurtobamiz ham tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha.